Assalomu alaykum onlayn reklama a'zolari. Sizlar bilan g'aybona yana bir bora uchrashib turganimdan nihoyatda xursandman. Bugungi temamiz o'pka bilan bog'liq kasallik turlari. O'pka shamallashi bo'ladimi? O'pka tuberkulozi bo'ladimi? O'pka sil kasali bo'ladimi? O'pkada dog' bo'ladimi? Xol bo'ladimi? O'pkada o'simta bo'ladimi? O'pkada kista bo'ladimi? Bu o'pka bilan bog'liq bo'lgan kasallik turlariga bizning Nur Aziz sog'lomlashtirish markazimizi tabiiy giyohlari, siroplari yordamida bemalol kelib lechini olib sog'ayishlaringizni tavsiya qilaman. Bizga shunaqa bemorlar murojaat qilishadi. Mana o'pkam shamallabdi, men har yiliga 2-3 marta 3 oydan borib 3 oy 4 oydan davolanib turaman degan bemorlar murojaat qiladi. Mana o'pka sil ekanman degan bemorlar uchraydi. O'pka tuberkuloz ekanman degan bemorlar uchraydi. Men 10 yil 15 yildan buyon o'pka bo'yicha davolanaman. Tuberkulozman ya sil deb tashxis qo'yilgan. Mana o'pkamda o'simta paydo bo'libdi endi deydi. Mana o'pka bo'yicha davolandim, quloqim eshitmaydi ham bo'ldi deydi. Oldingidek emasman deydi, holsizman deydi. Immunitetim pasayib ketgan, o'qil dori olaverib deydi. Mana o'pkamda hol bor ekan, dog' bor ekan, o'pkamda o'simta bor ekan, kista bor ekan degan bemorlar ko'plab uchraydi. Allohning qudrati ila tabiiy giyohlarimiz, malham, siroplarimiz yordamida shifosi bor. Bemalol kelib lechini olib sog'ayishlaringizni tavsiya qilaman. Shunaqa bemorlar borki, 5 yildan buyon, 10 yildan buyon, 15 yildan buyon men больницаdan chiqmayman. 1 oy uyimga borib kelaman, 3 oy 4 oy davolanaman. 1 oy uyimga borib kelaman, 3 oy 4 oy больницада bo'laman. Umrim больницада o'tib borayotir. Qayta davolansam ham, necha yillar davomida davolansam ham shifo topolmayapman degan bemorlar uchraydi. Shunaqa bemorlar borki, jarrohlik yo'li qo'llatdim. Jarrohlik yo'li qo'llatgandan keyin ham sog'aymadim degan bemorlarimiz ko'plab uchraydi. Allohning qudrati ila tabiiy giyohlarimiz, sirop, malhamlarimiz yordamida o'pka bilan bog'liq bo'lgan har qanday kasallik turiga shifosi bor deb tavsiya qilaman. Bemalol kelib lechini olib sog'ayishlaringiz mumkin. Chunki qayta davolanishdan, jarrohlik yo'li qo'llashdan umuman qutulasiz. Allohning qudrati ila. Dard bergan egam darmonini ham berib qo'yibdi. Faqat biz aytgandek qilib o'z o'rnida iste'mol qilgan bemorlarimiz butunlay sog'ayadi. Allohning qudrati ila sog'lom bo'ladi. O'pka bilan har qanday bog'liq bo'lgan kasallik turlari. Oylab, yillab больницада yotish, jarrohlik yo'li qo'llatish, ximiya nur olish umuman hojat yo'q. Allohning qudrati ila. Biz sababchi, avalam Alloh, qolaversa sababchimiz. Alhamdulillah, Allohimga tavakkal deymiz. Bemalol kelib lechini olib sog'ayishlaringizni tavsiya qilaman. Layklaringizni bosavering. Qancha minglagan bemorlar davolanib sog'lom bo'lgan hozirgi kungacha. Bemorlarimizga Allohim shifosini bersin, sog'lom insonlar hech ham bemor bo'lmasin deb Allohdan so'rab qolaman.